Assalomu alaykum. Xitoydan savdo darslik kanali a'zolari. Demak, Pinduoduo bo'yicha 6-darsimizni boshlaymiz. Ushbu darsda biz sizlar bilan tovar sahifasini o'rganib chiqamiz. Tovarni sahifasida qanday ma'lumotlar bor va biz qaysi ma'lumotlarga e'tibor qaratishimiz kerakligi haqida o'rganib chiqamiz. Keling, bironta tovarga kirib o'rgatamiz sizlarga. Tovarga birinchi bo'lib kirganingizda sizda rasmlar va tovarni videolar kutib oladi. Uni pastida esa tovarning narxi kelib turadi. Bu aniq narx hisoblanmaydi. Bu shu tovar sahifasidagi eng arzon tovarning narxi bo'ladi. Siz aniq narxini buyurtma berishdan oldin rangini, rasvetkasini, razmerlarini tanlaganingizdan keyin sizga aniq narx kelib chiqadi. Shunda bu tovarning haqiqiy narxi hisoblanadi. Bu esa ushbu kartochkada eng arzon narxi bu yerda ko'rinib turadi. Shuning uchun bunga qarab tovar narxi shunaqa ekan deb o'ylab qolmaslik kerak. Uni yonida esa ushbu tovardan sotuvchi umumiy nechta sotgani haqida ma'lumot kelib chiqadi. Ya'ni bu yerda aytilyapti, ushbu tovardan sotuvchi 15 mingtadan oshiq sotgan ekan, aynan ushbu tovardan. Xo'p, undan pastda nima ma'lumotlar bor? Ushbu joyda xitoy tilida tovarning nomi yozilgan. Bu albatta xitoy tilida. Xo'p, undan pastroqda bizga kerakli bo'limlar. Xo'p, ushbu joyda ushbu tovardan sotib olishda o'ziga sherik kutayotgan xaridorlar ro'yxati. Ya'ni bu nima degani? Pinduoduo ilovasining sistemasi, tizimi shunaqaki, agar bir o'zingiz tovar sotib olmoqchi bo'lsangiz, tovarni qimmatroq narxda sotib olasiz. Agar do'stingiz bilan yoki kim bilandir sherik bo'lib sotib olsangiz, tovar sizga arzonroq narxda tushadi. Bu qanday? Pastda masalan ko'rishingiz mumkin. Ushbu joyda aytyapti, agar bir o'zingiz sotib oladigan bo'lsangiz, tovar sizga 65 yuandan sotiladi. Eng arzon narsasi 65 yuandan bir o'zingiz sotib olsangiz, 65 yuandan sizga sotilar ekan. Agar kim bilandir sherik bo'lib yoki do'stingiz bilan qo'shilib sherik bo'lib sotib oladigan bo'lsangiz, 59 yuandan sotib olasiz. Ya'ni o'rtadagi razlitsani bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun har doim buyurtma berishingizdan oldin xuddi shunaqa kim bilandir sherik bo'lib sotib olsangiz, tovarni arzonroq sotib olasiz. Bularga qanday men sherik bo'laman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, shunchaki yonidagi mana bu qizil tugmachalarni bossangiz, ularga sherik bo'lib sotib olayotgan bo'lasiz. Xo'p, undan pastda bizga qanday ma'lumotlar bor? Demak, e'tibor beradigan joyimiz. Shu joyda agar siz to'lovni amalga oshirganingizdan keyin siz belgilagan manzilga sotuvchi 1 soat ichida jo'natib yuborishini ko'rsatyapti, ya'ni yozib bildirgan. Uni yonida esa siz aytgan manzilga sotuvchi 17 soat ichida yetkazib bera olishini keltirib o'tgan. Ya'ni siz buyurtma amalga oshirganingizdan keyin sotuvchi jo'natishlari bilan ommaviy hisob olganda 18 soat ichida yetkazib bera olar ekan. Xo'p, undan pastda bizga kerakli ma'lumotlar. Uni tagida hech qanaqa sababsiz tovarni sotuvchi 7 kun ichida qaytarib olishi haqida ma'lumot bergan. Undan pastda bizga yana nima ma'lumotlar bor? Xo'p, yana bir muhim qismi bizga kerakli. Ushbu joyda kommentariyalar bo'limi, ya'ni bizdan oldin sotib olgan, sizdan oldin sotib olgan xaridorlarni ushbu tovar haqida o'z fikrlarini yozib qoldirgan. Ya'ni ushbu joyda ko'rishingiz mumkin, 10 mingtadan oshiq odam ushbu tovar haqida kommentariyalarni yozib qoldirgan. Yuqorida eslaganingizdek 15 mingtadan oshiq sotgan edi ushbu tovardan sotuvchi va ulardan 10 mingtadan oshig'i kommentariyalarni yozib qoldirgan ekan. Kommentariyaga kirib ko'rsak, sotib olgan odamlar mana ko'rib turganingizdek rasmlarni joylaydi. Qanday holatda kelgan, nima kelganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ular haqida fikrlarni yozib qoldirgan bo'ladi. Albatta xitoy tilida bularni tarjima qilib o'qib ko'rsangiz ham bo'ladi. Ushbu kommentariyalar bo'limdan biz sotib olmoqchi bo'lgan tovarimizni real ko'rinishi qanaqa bo'lishini ko'rib bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu kommentariya bo'limi biz uchun kerak va kommentariyalar soni qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi hisoblanadi. Undan pastda bizga nima yana ma'lumotlar bor. Ushbu joyda sotuvchini o'zini reytingi mavjud. Ya'ni birinchida uni sotuvchining nomi yozilgan xitoy tilida. Undan pastda kerakli qismi 5 yildan beri ishlar ekan. Bu yerda sotuvchi qanchadan beri faoliyat olib borishini ko'rsatgan. Pinduoduo ilovasida 5 yildan beri Pinduoduo ilovasida savdo qilar ekan va uni yonida umumiy Pinduoduo ilovasida qancha tovar sotgani haqida ma'lumot bergan. Ya'ni hozir bu sotuvchimiz Pinduoduo ilovasida 400 mingtadan oshiq tovar sotgan ekan. Uni yonida esa yulduzchalarda uni reytingi belgilangan 5 ballik tizimda, shu ko'rib turganingizdek 5 ta yulduzchada uni reytingi ko'rsatib o'tilgan. Va yana qanday tovar sahifasi ma'lumoti olishimiz mumkin bo'ladi? Xo'p, ushbu qismda mahsulotning xarakteristikasi haqida ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. Kirganimizda ko'rishingiz mumkin.
hamma ma'lumotlar kiritib o'tilgan. Ya'ni bu yerda nimalar bo'ladi, qaysi yoshdagi, kimlarga to'g'ri keladi, materiallari qanaqa, qancha paxta ishlatilgan, qancha sintetika, shunaqa mahsulotni xarakteristikalari yozilgan bo'ladi. Va undan pastda rasmlar bilan yana to'liqroq tovarni tushuntirib o'tgan bo'ladi. Demak, tovar sahifasiga kirganimizda biz nimalarga asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'ladi? Asosiy e'tibor beradigan qismlarimiz sotuvlar soniga e'tibor beramiz. Qancha ko'p tovar sotilgan bo'lsa, shuncha yaxshi hisoblanadi. Shunchalik sinovdan o'tgan hisoblanadi. Ikkinchi e'tibor beradigan asosiy qismlarimiz bu kommentariya qismi hisoblanadi. Boya aytganimizdek, kommentariya qismi orqali haqiqiy tovar qanaqa ko'rinishda bo'lishini ko'rib, o'rganib, tushunib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu ya'ni aldanib qolmasligimizni oldini oladi va kommentariyalar soni ham qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi hisoblanadi. Va uchinchi e'tibor beradigan narsamiz sotuvchini reytingi. Sotuvchini reytingi qanchalik yaxshi bo'lsa, bu ham biz uchun shunchalik yaxshi. Ya'ni aldanib qolmasligimiz yoki bizga yomon narsa yuborib qo'ymasligini oldini oladi bu. Bularni qanchalik ko'p bo'lgani bizga yaxshi. Demak, sotuvlar 200 dan oshiq, 100 dan oshiq bo'lgan holatlarda ularni bir ko'rib chiqsak bo'ladi. 100 dan 200 dan kam sotilgan mahsulotlarni unchalik sotib olmasligingizga maslahat beramiz. Kommentariyalar ham xuddi shunaqa 100 dan 200 dan oshiq bo'lsa, ko'rib chiqishingizni tavsiya beramiz. 100 dan 200 dan kam bo'lsa, ularni sotib olishga shoshilmasligingizni tavsiya beramiz va sotuvchining reytingini e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Yuziluvchilarda eng kami 4,5 ballda bo'lsa, biz sizga tavsiya beramiz ulardan sotib olishingizni. 4,5 4 dan pastlari hali yangi sotuvchi bo'ladi. Hali sotuvlar ko'p bo'lmagan bo'ladi. Ular sal tajribasizroq va yangi hali sinovdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizda har xil noxush, ko'ngilsiz vaziyatlar, holatlar bo'lmasligi uchun 4,5 4 balldan yuqori bo'lgan sotuvchilarni narsa tanlashingizni tavsiya beramiz. Xo'p, yomon sotuvchilarning ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Misol uchun men sizlarga bitta tovar topdim. Sizlarga ko'rsatish uchun tavsiya berilmaydigan yomon sotuvchilarni sahifasi qanaqa bo'lishini sizlarga ko'rsatish uchun misol tariqasida ko'rsatamiz. Ushbu tovar namunasida. Demak, birinchi bo'lib sotuvchining reytingidan ko'rib chiqamiz, e'tibor beramiz. Sotuvchi 6 yildan beri ishlar ekan, ushbu tovar platformasida savdo qiladi 6 yildan beri. Yulduzchalar e'tibor bersangiz 4,5 ball. Bir qarashda hammasi yuqoridek ko'rinadi, lekin 6 yildan beri atigi 400 tagina tovar sotgan. 6 yil uchun bu 400 ta bu juda kam hisoblanadi va aynan ushbu tovardan esa bor yo'g'i 2 tagina sotgan. Va e'tibor bersangiz, umuman kommentariyalar yo'q. 2 ta sotgan bo'lsa ham, lekin hech bo'lmasa bittadan ham kommentariy yo'q. Xuddi shunaqa tovarlardan biz sizlarga umuman sotib olishni tavsiya bermaymiz. Nomiga ham e'tibor bersangiz, ingliz tilida nomi yozilgan tovarda. Buni nima uchun aytyapmiz? Pinduoduo ilovasi Xitoyda ichki bozor uchun, o'zlari uchun moslangan platforma hisoblanadi, lekin Xitoy uchun ingliz tilida nom yozilgan. Bu albatta noto'g'ri narsa. Agar bu haqiqiy Xitoy sotuvchi bo'lganda, xitoycha yozilgan bo'lardi nomi. Bular atayin chet ellik o'zi Xitoydan bo'lmagan xaridorlar uchun atayin ingliz tilida nomi yozilgan. Xo'p, keling namuna uchun yana bitta boshqa tovarni ham ko'rsatamiz sizlar uchun. Xo'p, mana yana bitta tovarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, tovarga kirganimizda yana xuddi boyagidek ingliz tilida yozilgan nom atayin va bu yerda ko'rib turganingizdek 34 tagina sotgan va umumiy tovar platformasida 26 mingtadan oshiq tovar sotgan. Xo'p, ushbu tovarimizdan esa sotuvchi 34 ta sotilgan debdi va kommentariyalar qismiga e'tibor bersangiz 27 ta kommentariya bor. Kommentariyaga kirib ko'ramiz. Xo'p, kommentariya qismiga ko'rsak, 4 tagina bizda adsiv bor va 4 ta adsivdan 3 tasi bitta odamdan kelgan. Sotuvchining reytingini qaraymiz. Sotuvchi necha yildan beri faoliyat olib borayotgani noma'lum. Hali 1 yildan oshmagan bo'ladi bunaqa holatda va sotuvchi Pinduoduo ilovasida 26 mingtadan oshiq tovar sotgan. Reytingi esa 4,5 ball. Shunday bo'lishiga qaramasdan sotuvchi ushbu tovardan bor yo'g'i 34 tagina sotgan. 34 ta sotuvlardan 27 tagina adsiv bor. Xo'p, bunday tovardan ham biz sizlarga sotib olishni tavsiya bermaymiz. Qanday qilib tanlashda, nimalarga e'tibor berishni sizlarga ko'rsatib o'tmoqdamiz. Xo'p, keling endi bu tovarni ko'rib chiqamiz.
Xo'p, ushbu mahsulotni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ushbu joyda e'tibor bersangiz, sotuvchi ushbu tovardan 100 mingtadan oshiq tovar sotgan. Xuddi shu tovardan 100 mingtadan oshiq sotgan. Xo'p, pasport tushadigan bo'lsak, lekin kommentariyalari 123 tagina xolos. Lekin ushbu tovardan tepada ko'rsatganimizda 100 mingtadan oshiq sotgan. Bor yo'g'i o'sha 100 mingta odamdan 123 tasidangina kommentariy yig'a olgan. Pasport tushib sotuvchining reytingiga qarasak, umumiy 1 milliondan oshiq tovar sotgan ushbu platformada, Pinduoduo platformasida. Hop, 1 milliondan oshiq podpischiklari bor va reytingi 4.5 ta turibdi. Bu nimani bildiradi? Kommentariyga ham kirib ko'ramiz. Kommentariyadagi rasmni qo'ysangiz, xuddi shu tovarda sahifasidagi rasmlarni qo'yib qo'ygan xolos. Ya'ni haqiqiy rasm yo'q bu yerda. Bu nima degani? Ushbu ko'rsatishlar hammasi nakrutka qilingan bo'ladi. Ya'ni bu ko'rsatishlar hammasi soxta hisoblanadi. Albatta, Pinduoduo ilovasida ham xuddi bunaqa sotuvchilar albatta bor. Shuning uchun mahsulot buyurtma berishingizdan oldin shu biz aytayotgan ko'rsatkichlarga hammasiga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, o'rgangan bilimlarimizni yana bir marta takrorlaymiz. Ya'ni buyurtma berishdan oldin biz e'tibor beradigan asosiy narsalar bular sotuvlar soni, tovar kommentariyalari, fikrlari, ularni kirib ko'rib o'rganib chiqamiz va uchinchisi bu sotuvchining reytingi bo'ladi. Demak, kommentariyalar sotuvlar soniga mutanosib to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni ushbu joyda e'tibor bersangiz, ushbu tovardan 18 mingtadan oshiq sotgan va sotuvchi 18 mingtadan sotuvlardan 14 mingta odamdan kommentariyalarni ola olgan. Boya bundan oldin sal oldinroq tovarga e'tibor bergan bo'lsak, xuddi shu 100 mingtadan oshiq sotgan, lekin bor yo'g'i 123 tagina kommentariya qolgan. Va kommentariyalarga boyagi tovarga kirib ko'rganimizda ham hech qanaqa rasmlar yo'q edi. Mana bunga kirsangiz, haqiqiy rasmlar bor, haqiqiy sotib olgan odamlarni rasmlar joylab qo'yilgan. Demak, biz sotib olishdan oldin e'tibor beradigan jihatlarimiz shu. Sotuvlar soniga e'tibor beramiz. Sotuvlar soni qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi va sotuvlar soni kommentariyalar soniga mutanosibroq bo'lishi kerak, ya'ni bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Kommentariyalarga e'tibor beramiz. Albatta, kommentariyaga kirib, uni ichiga tovarlar bilan tanishib chiqishimiz kerak. Bizdan oldin sotib olgan odamlarni qo'ygan baholari, reytinglari va rasmlariga kirib ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ko'nglimizga yoqsa sotib olamiz. Va e'tibor beradigan narsamiz sotuvchilarning reytinglariga e'tibor beramiz. Xo'p, bugungi darslarimiz umumiy shundan iborat edi. Sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarimiz shu edi. Keyingi darslarimizni kuzatib boring. Keyingi darslarda sizlarga Pinduoduo ilovasidan buyurtmalarni qanday zakaz qilishni o'rgatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.